Alo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gulchehraxon onamizni telefon raqamlariga to'g'ri tushdikmi? Ha, to'g'ri. Juda ham yaxshi. Yaxshimisiz onajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha. Ayni Yaxshi. ayni damda siz bilan Qalb satrlari loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz, bog'lanyapmiz. Boshlovchi Go'zalbegim bo'laman. Ha. Onajon, bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan tabriklaymiz loyihamiz nomidan, yaqinlaringiz nomidan. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, dilingizda halovat, qalbingizni xotirjamlik aslo tark etmasin. Rahmat. Onajon, bugungi shukronalik kuningiz bilan sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun loyihamizga o'zlarining chiroyli tilaklarini, tabriknomalarini yo'llagan insonlar bor. Mana shu insonlarni avval taxmin qilib ko'ring-chi, kimdan bo'lishi mumkin? Qaysi yaqin insonlaringiz bo'lishi mumkin? Katta qizimmi Kamartina? Yana taxmin qilib ko'ring-chi. Yana kimlardan kutasiz? Farzandlarim 4 talati bo'lsa kerak-da. Mashalloh, to'g'ri topdingiz. Albatta, ularni har biri bo'lishi mumkin. Ayni damda sizga tabriknomani yo'llagan turmush o'rtog'ingiz Ahmadjon aka, qizlaringiz Maftuna, Mahliyo, o'g'lingiz Jonibek, keliningiz Dilafruz, nevaralaringiz Ramziddin, Afzalbek, Imronbek, Imona, Mubinalar hamda bizga onajon asosiy tabriknomani Jaloliddin o'g'lingiz bor ekanlar, katta o'g'lingiz. Umringiz yerga, Jamoliddin o'g'lim, katta o'g'lim. Aynan ular yo'lladilar. Endi agarda ruxsat bersangiz, sizga ularning chin dildan dil izhorlarini yozgan tabriknomalarini o'qib eshittirsam, onajon. Mayli. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, aziz va mehribon onajonim. Bugungi tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Siz mening dunyodagi eng aziz insonimsiz. Sizga qarab doim Allohga shukr qilaman. Meni sizdek ona bilan siylagani uchun. Sizni mehringizni, sabringizni, bizga bo'lgan muhabbatingizni so'zlar bilan ta'riflash qiyin. Esimni taniganimdan buyon har bir kunim sizning mehr va muhabbatingiz bilan bezalgan. Yiqilsam, siz qo'llab turdingiz. Kulganimda sizning ko'zlaringiz ham porladi. Xafa bo'lsam, sizning yuragingiz ikki hissa og'ridi. Dunyoda mendan ham ko'proq meni o'ylaydigan, meni mendan ham ko'proq yaxshi ko'radigan sizdek insonim borligi baxt. Sizni chin qalbimdan tabriklayman onajon. Sizga Alloh uzoq umr bersin. Har doim sog'lom bo'ling, umuman xasta bo'lmang. Ko'nglingiz shod bo'lsin. Sizni hech qachon xafa qilmaslikka, doim ardoqlashga va mehringizga munosib bo'lishga harakat qilaman. Yaqinlaringiz, barcha farzandlaringiz va nevaralaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Sizni hammamiz juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz, deya dil izhorlariga yakun yasabdilar onajon. Rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. She'riy tabriklari ham bor. Keling, uni ham sizga o'qib eshittirib qo'ysam. Mayli. O'zingiz aytingchi, qani yolg'onmi? Dunyo tashvishlari tugagan qachon? O'ylamang, qayg'urmang, o'ylab har jonni, menga ko'p keraksiz hali onajon. Bir gardni yuqtirmay bo'ldingiz fido. Kim sizga hattoki men tutdimmi jon? Qarimang, bir umr yonimda bo'ling, menga ko'p keraksiz hali onajon. Hali aytilmagan duolar bisyor. Intilib yashayman faqat siz tomon. Sizga tugab bitmas ehtiyojim bor, menga ko'p keraksiz hali onajon. Ko'zimning nurisiz, so'zim do'risiz. Siz borki bu olam menga charog'on. Ishoning, har lahza yasholmam sizsiz, menga ko'p keraksiz hali onajon, deya she'riy tabriklarni ham yo'llabdilar. Rahmat singlim, rahmat, ko'p yashang. Gulchehra onajon, endi sizni ham nabiralaringizga, farzandlaringizga dil izhorlaringiz, duolaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin, chunki yaqin daqiqalarda ular ham bu suhbatimizni eshitadilar.
Allohim farzandlarini rohatini ko'rsin, umrlari uzoq bo'lsin, ishlarini rivojini bersin. Orqamizda qolsin, topganlariga baraka bersin. Nevaralarim ham katta yigit qizlar bo'lib, esli hushli bo'lsin, namozxon bo'lsin, Allohimning yo'lida yursin, yomon yo'llarga kirib ketmasin, Allohimning panohida bo'lsin. Katta o'qishlarga kirib, katta ishlarga kirib, ota-onasini yoniga kirsin. Yaxshi go'shangalarga kuyov, yaxshi go'shangalarga kelin bo'lsin, Allohim. Ahli saodatli bo'lsin. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj bersin, bolalaringizni rohatini ko'rib yuringizlar. Har doim ishlaringiz o'ngidan kelsin. Rahmat kattakon, minnatdormiz. Farzandlarimga ham rahmat, ko'p yashasin. Bugun yana Gulchehra onajon bir nabirangiz siz bilan bir kunda tug'ilgan ekanlar, ismlari Ramziddin ekan. Aha, ularni ham bugungi tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ayniqsa otasi hamda onasi Jamoliddin aka bilan Dilafruz onajonlari tabriklashimizni so'radilar. Ilohim ushbu nabirangiz ham umrlari uzoq bo'lsin. O'ylagan hamma yaxshi orzu-niyatlarga yetib yursinlar. Biz loyihamiz nomidan ham sizni ham nabirangizni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Barcha ezgu niyatlarimizni sizlar uchun tilab qolamiz, onajon. Bugungi tavallud ko'p yashangizlar, ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat kattakon. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yuringizlar. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, charchamayizlar. Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'linglar. Bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam, men bormanki mehr kutmas boshqadan, bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib, axir yashayapti menga ishonib.